Assalomu alaykum. Bizlarda YouTube kanalidan baqlab barib atırgan qadrli do'stlarimiz, magazinimizda mototsikllarimiz o'z egalarini asta ahirlik bilan yetib barib atır. 3 mototsiklimiz egalarini barib xizmatlarini ko'rsatib atır. Endi tek 3 mototsiklimiz qoldi. Endi magazinning ishini ko'rsatamiz. Tovarlarimiz azayib atgan ko'zingiz bilan ko'rasiz. Magazinimizda televizorlarning 32lik varianti, 43lik varianti, 43lik variantning Premier firmaniki hamda Rosso 50lik, Monix 50lik hamda 65lik firmaning televizorlari keldi. 65lik razmerdagi televizorlarimizning hammasi smart variant. Smart deganimiz, ya'ni siz antenga жалғамасаңызda bular через Wi-Fi orqali yamasa Bluetooth orqali bu televizorlarni uyingizga aparib ko'ra bersangiz bo'ladi. Pultlari birovlari 2 pultlida bo'ladi. Keyin bu televizorlarimiz zamonaviy variantda qalasangiz divolga, qalasangiz yerga qo'ya olasiz. Keyin bu televizorlarning afzalligi pultlarida hammasida zvukovoy knopkasi bor. Ya'ni biz ballarimiz yozib bilmaydigan YouTube'ga kirib o'ziga kerak narsasini yozib bilmaydigan kichkina ballarimiz bo'lsa, televizorda imkoniyat bor. Pultni zvukovoyni bosib turib, o'ziga kerakli ma'lumotni yamasa kerakli narsasini ko'radigan, so'ni yozuv orqali bu televizorlarda ko'ra oladi yosh ballarimiz hamda ulkan yoshdagi apa-atalarimiz. Televizorlarimizning baholari 1.880.000dan boshlanadi. 65lik televizorlarimiz 7 millionga дейін boradi. Bu televizorlarda siz рассрочка tekanda 6, 12 yamasa 18, 24 oylarga alsangiz bo'ladi. Agar siz Alif programmasini alsangiz, biz sizning birinchi oylik to'lamingizni bir ay keyinga so'zib qo'yib beru imkoniyatimiz ham bor. Ondan keyin bizda 12 oylik uzun nasiyamiz bor. Payme nasiya, Zot, Intent hamma programmalarimiz ishlab turibdi. Endi televizorlarimizdan boshqa bizda bunday ajoyib kun jilib keltiribdi. Ne konditsionerlarimiz keltiribdi. Rolls firmaning bahasi 5 million. Bu konditsionerlar 12lik inventor motor. Bularımızdan pult orqali ishlaydi hamda masofada, ya'ni onlayn boshqara olamiz. Ya'ni жұмыста o'tirib bu kondyorlarni buyruq berib, uyni suvitib qo'y deb buyruq bera olamiz. Telefonimizning Bluetooth'ini жалғаған holda. Tak. Endi kechagi tushirgan videomizda bizlar xolanikimiz juda ko'p edi. Bizda воздушный bo'yi uzun xolaniklarning ko'pisi kecha 10 kun davomida satilib, xolaniklarimiz azaydi. Ya'ni biz 11 xolanik satdik. Hamda egalarini рассрочка tekanda egalarini dostavka qilib yetkazib ham berdik. Ko'p zatlarimiz azaydi. Xudo xolisi endi toza zatlarning поступлениясini kutib o'tirmiz. Magazinda Xudo xolisi o'sha oyning 15-lerine дейін toza variant, toza поступление keladi. Hamda har turli assortimentdagi zatlarimiz keladi. Magazinning tozadan kelib turgan tovarlar haqida Telegram kanalga tashlab o'tirmiz. So'ni ko'rib aktiv bo'lib o'tiring.